yurtga jirursin barakat sodurlik bo'ptirasizlar ol barakat nima qilar barakat ol tez jirursin barakat telefon urish kerak sodurlik bo'ptirasizlar barakat ubrash hammaga salom mening ismim salom zita seni voydan men chaqirdim voyaga chaqirdim hammaga salom mening ismim artefakt bugun men hozirgina ber chaqirdim va uxlab qolma barakat ana meni uydan haydab yuborishdi ana jirursin barakat ubrashchilar nima qilaman taq men qilsam bo'ladimi ha salom ber voyadan ber jinoyatni chaqiryapman ijara pulini olibdi uxlab qolsa uydan chiqib ket ijara pulini to'layotgan uydan chiqib ket mayli to'layman hozir to'lamasang boshqa chiqib ket uydan hop mayli davay ketdim man xo'sh obunachilar ijara pulim yo'q shekilli do'stlar hamma pulimni kecha mana shu telefonga ishlatdim voy yaramas nursun hamma pulimni telefon kamida kredit olingan bilay qani pul topolmayapman yo'q bu yoqqa emas qani qayerqa ekan do'stlar yo'q bu yerda ham emas mana bu yerda jirursin bor ekan mana bu yoqqa ish qilib ber olaman desinda ish qilib o'ynashlar mana o'ynaysizlar ketdik nerga beramiz ularni davay jirursin barakat davay chetlab qo'yinglar voh barakat jirursin barakat Salom aytibman. mana men olib Yaramas, tez tashla menga, davay ber. Yaramas, kakki bu yerga. Men senga kamida 2000 to'lashim kerak. Bu yerga halusda chiqmaydi ham. bo'lib to'lay xullas uydan chiqib ket bo'lmasa qilasizda pul topib menga pulni olib kelmay kaltak bo'libdi dadam haydab olib bo'qmishlar qilayotganman buni kaltini olib kelishim kerak shaqqacha ishchilar molni ovozi yaramas men kostyum kiyib olgan sizlarda ham beringlar kostyum kiyadimi o'ylashlar kabit kezamiz qop-qora jitter amalda tezlashib kalta ketdik beramiz nima yerga yo barakat jitterlar yomon ko'p xo'sh mana ketdik obunachilar unda merga berish kerak bo'ladi obunachilar xullas ketdik xo'sh mana men olib keldim uydagi halitini endi men nechpul to'lashim sizga nechpul to'lashim kerak 20 million mana uni oldi tezlik qildik hop Albatta ketmoni deyapti. Telefoni yo'qmi? Yo'q ber Bo'pti. xo'sh obunachilar endi borish kerak barakat obunachilar endi butilka terishimiz kerak chunki bu agar ishimizni qilmasam men bizani bo'sh qilardi yigitlar hammasi ishlab o'tiribdi jirursin ertaroq turish kerak edi kechasi bilan parda o'ynab chiqqandan ko'ra mana uni tetsam birlari borib ketdi yo salom jeydi sotuvchini bilmaysanmi Qishloqda tugashidagi qishloqni tugashi kichkina uy. Menimcha gapiga tushunmadim. Mayli o'zi mana uydagi bo'lishi mumkin. Taq qilsa bo'ladimi? Kiraverdi, nima deysan? Dish olasizmi? Olaman. Bolaga davay tez ber. Mana oling. Ajoyib. Davay tashla tez. Xo'sh, mana. Nimaga faqat 1000 nima senga boshqa narsa olib kelyapsanmi? Senga shunaqa senga gapirmayman. Bo'ldi kechiring. Yo obunachilar.
Harakat sakrab asta yuribdi. Dur harakat. Durursun. Harakat obudachilar, harakat. Mana bu yerlarni ham kiramiz va menga pullarni berish kerak. 2 million yo'q, 5 mingtalikdan 2 marta, anavi 10 ming so'mlikdan 14 ming so'mlikdan 14 ta bo'lishi kerak. Hali dollar ham kerak uchun, dollar ham qo'shimcha kerak. Boshqa qishloqqa turganim yaxshi edi. 13-qishloqqa borsam nima deysizlar, obunachilar? Davay do'stlar, keyingi safar men shu video ikkinchi qismini chiqarsam, men 13-qishloqqa boraman. Salom alaykum. Salom, men ko'rgazishga ketyapman. O'zingga nima gaplar? Meni haydab yubordi. Sen-chi? Men yaxshi ishlarim, YouTubedan yaxshigina pul keldi. Mayli, bo'pti. Shu bilan shunga bo'yab ketsam bo'larmikan, shunga qo'shilsammikan, obunachilar nima deysizlar shu? Davay do'stlar, YouTube kanalimizga mana bu yerdagi idishlarni ham tersam yaxshi bo'lardi. Barakat. Mana. Mana tashlab olish kerak. Qani endi mana buni ham uncha katta yaxshi emas. Chunki meni uyimdan chiqarib yubordi. Har doim kelaman, pozimni qilishim kerak edi. Mana obunachilar harakat obunachilar nima qilsam? Manimcha, o'ylaganim yaxshi. Kim gapiryapti? Qishloqmi? Xo'sh, ajoyib bo'lardi. Xo'sh. Arti. Mana shunda. Bo'mish bo'lib qolganim yomon bo'ldi. Harakat. Bo'mish. Salom alaykum. Men sizga olib keldim mana butilkalar. To'g'ri gapirsan gapir. Salom alaykum. To'g'ri salom ber. Menga salom alaykum degani yoqmaydi. Uzr. Xo'sh. Mana yopish kerak. Jitala salom bo'lyaptimi? Ajoyibmi? Bo'lyapti. Bo'mish. Jinorilar kulverlar, men bir kuni aniq bo'yib ketaman. Bo'mish. Bo'mish. Jinursin, senday hali ko'rsataman, men yaqinda bo'yib ketaman. Yaramaslar, 5 ming so'm. Yo'q. Bo'mish. Bor yo'qallari hamma yaramaslar. Mana yana butilka. Bo'mishlarga marhamat. Yaramas jitilla, men senga ko'rsataman ustimdan kulishni. Men senga hali shunday narsa qilaman. Senlar hayotingni ko'rmagansizlar. Yaramas bo'lib, bo'mishlarga men hech narsa sotmayman. Meni pulim ko'paysa, bo'mishlarga sotaman. O'zim millioner. Gapirib o'ring, siz qari bo'lsangiz ham jinursin. Buni hamma ustimdan kulmoqda, bo'mish deb. Mana buni qilamiz. Xo'sh, mana ularni ham olamiz. Mana butilkalarni ham olamiz. Buni sizlar do'sting bo'mish desa yomon bo'lar ekan-da, jinursin. Bular mana necha yildan beri aql do'st bo'lib yashayman. Qaniyda men ham bo'yib ketsam boshqalarga o'xshab pulimni sotsam yerlarga. Bir kuni o'zimga qaratib pulni yuraman. Harom yetildi. Uyimni ajoyibini kredit berishar ekan. 5 million foizgacha kredit. Men kredit olsam, lekin to'lolmasam kerak. 5 million kredit berar ekan. Kredit olsam, menimcha amakim nomiga kredit olsam-chi. Yo'q, aniq bo'lmaydi. Amakim aniq.
Va, BMW yangi. Va, mana Neko yangi bino. Va, puli ko'pda seni. Va, lekin kichkina. Uyi yaxshi YouTuberlarni. Mani uyim sotib ketganman shunday uyda. Yomon boy. Va, uyda qaraylik, BMW o'tib ko'raylikchi. Va, buni ko'ryapsizlarmi? Давай ketdi. Qishloqqa. Xo'sh. Salomat bo'lyaptimi? Nima bo'lmish bunaqa telefon, butun qachon yorug'dan qo'lda fotogalar? So'rama. Do'stim yaqin. Bo'lmish bo'lib qoldim. Chiqamayapti, yana bir. Chiqaymadi, test topdim. Lekin qarab tur, sani og'zingni pul bilan yo'raman. Aha, ko'ramiz pul bilan yorishini. Pul bilan o'zing og'zingni yorib qo'yaman. Daxli desang pul. Daxli. Kitobga ketaymi? Qo'y. Mana shunday. Xo'sh, mana shunday obunachilar ajoyib bo'lmoq. Do'stlar, menimcha sizlarga videoyim yoqdimi? Like va podpiska bosib qo'yamiz. Videoga like bosishni unutmang, obunachilar. Ular mana yana olib keldim. Bo'ldi. Shuncha sassiq keraksidda, nima ro'staymi? Ya bo'lmishni tashlamang, to'g'ri. To'g'ri tashlama, makina emas, go'shtman. Xo'sh, obunachilar, mana shunday qilib, mer mana pullarni olib keldi. Qara, neshqol. Mana bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi, o'ytabon. Yo'q, qoldi. Boshqa narsa meni olishtirmoqda. Mayli. Kreditor bo'lmasam, kredit olsam qanaqasiga to'layman? Uyni sotasan. Mer, bunchasiz kredit, ijarani yopib kreditni uyni sotib olsam, men uysiz qolaman-ku. Ijaraga olasan. Yaramas, men ijara olganlarga Hammaga xayr. Videoni yoqqan bo'lsa like va obuna. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Biz yoz oxiri biroygacha 100 mingta obunachilik kanal bo'lmoqda emas. Hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.